kuning bilan o'rtoq, tabriklayman. Bu dunyodagi hamma yaxshi niyatli san uchun o'rtoq 100 yoshligiga kirib yurgan. Tug'ilgan kun bugun san uchun ataladi, kun jigarim ishonur senga ataladi bu tabrik. Hali bizlar uchun ham tonglar otadi, ertaga ne bo'lishini Alloh biladi. Hayot goh achchiq goh shirin bo'ladi. Axir men sizlarni yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. La la lay, la la lay, la la lay, la lay lay la lay. Erishamanmi yo'qmi, lekin orzuyim bor. Shu yo'lda ketyapman-ku, Shimoliy hajga chiqqan ekan yo'lga. Sen qanaqa yetib borasan desa, muhimi shu yo'lda o'laman-ku degan. Tun edi chiroyli sukunat edi, osmon moviy edi, yulduzlar to'la. Ichimda bir ovoz nimadir dedi, yurakka solindi tanish g'ulg'ula. Yaqin kelaverdi ketsam-da yiroq, negadir meni do'st bilaverdilar. Qochishga rosa ham urindim, biroq dardlarga yo'qolib kelaverdilar. Nima derdik? Hayot qisqa. Afget, yordam qil, shukr qil. Sev, tabassum qil, baxtli bo'l. Dunyoda sarson qadrim ham arzon xorligim onamga aytmang. Yuribman devonaday, o'zimga begonaday, dardlarimni onamga aytmang. Aka, bu inson oilada hamma uchun yordam beradi. O'ziga kelganda doim yolg'iz qoladi. Shuning uchun ham u aka deyiladi. Topilmaydi bilaman dunyoda sizday odam. Sizni yaxshi ko'raman, hammadan zo'rsiz dadam. Davringizda zo'r o'sdim, bo'lmadi hech kim ko'stim. Mening ishongan do'stim, hammadan zo'rsiz dadam. Mehribonim, davlatim, g'ururim, beminnatim. Yuzi nurli jannatim, hammadan zo'rsiz dadam.